Ayingizga berayotgan dollarlaringizni sana yuring, o'lgandan keyin sanab olasiz, hammasi turibdi. Bolani pulini ishlatib qo'ymaydi aya. Bolani pulini olib chiqib borib kayf qilmaydi, yo bir chet elga ketmaydi u aya. O'sha belgilab qo'ying, o'sha 50 dollaringizni qayta gatirib metga qo'yib qo'ying, o'tib ketgandan keyin 100 ga 100 o'tiribdi, ishlangan yo'q. Bolasini pulini bermaydi. Bolamni puli deydi. Qizi kelsa, qiziga ham bermaydi, sinisi kelsa, sinisiga ham bermaydi. Bolamni puli deydi. Bolamni puli ketmasin deydi. Milliarder ayalarni ko'rganmiz. Bolam unaqa qilma, bolam puling ketmasin, bolam uning ketmasin, bolam buning ketmasin. O'tgandan keyin katta gaplarni gapirib yuraveramiz. Agar dadam tirik bo'lganda edi, agar ayam tirik bo'lganda edi, borligida qilmaymiz, yo'qligida agar